xizmatchisilar, Atabagir Namangan filiali mahalla ishlash bo'limining ismim Qayerdan Usmonov. Sizlarga Agrobank tizimida kreditlar bo'yicha qisqacha tushuncha berib o'taman. Mahalla bo'yicha kreditlarimiz to'rtta kreditimiz mavjud. Hop, shundan birinchisi biznesga birinchi qadam kreditimiz mavjud bo'lib, 1 yil muddatga beramiz. Hop, 5 million so'mgacha, erkaklarga 25% dan, ayollarga 23% dan. Hop, keyingisi biznesga ko'mak kreditimiz mavjud. 17 million so'mgacha beramiz. 4 yil muddatga. Hop, erkaklarga 25% dan, ayollarga 23% ham. Hop, bu ham sug'urta asosida va kafil asosida qilib beramiz. Uni ham 6 oy imtiyozlari bor. Hop, keyingisi mahalla loyihasi kreditimiz mavjud bo'lib, 5 yil muddatga beramiz. Bu ham ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Hop, imtiyozlari 2 yil. Hop, 2 yildan kredit miqdori 5 million, 50 milliongacha. Kafil holati. Kafil holati agar kafil yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bir dona kafil o'zi yetadi. Agar kafil sal o'ylaga past bo'ladigan bo'lsa, ikkita bo'lish kerak. Bo'lmasa mulkchi. Mulkga mulk olmaydi. Transport ko'chmasmi? Yo'q. Faqat kafil ekanida. Faqat kafil sharti kafil. Pensioner o'tadimi kafillikka? Yo'q, o'tmaydi. Uchinchisi, bu yerda 310 kreditimiz mavjud. 300 milliongacha beramiz. Hop, 100 million so'mgacha tezgarovga beramiz. 100 milliondan sal 200 millionlikka garov asosida kredit ajrata olamiz. Tezgarov nima degani bu? 100 million. 100 million so'mgacha tadbirkorlik faoliyati yurib, YTT yoki MCHL bo'ladigan bo'lsa, 1 yil davomida faoliyat yuritgan bo'ladigan bo'lsa, shularga оборотga qarab beramiz. 100 million so'mgacha besamol. Agar 100 milliondan oshiq bo'ladigan bo'lsa, 100 milliondan oshiq summasiga zalog qo'yasiz. Hop, 7 yil muddatga beramiz. Uni ham 2 yil imtiyozlarni beramiz, 21%. Hadi. Savol